to'sib olamiz. Anlab tur, uzun tura. To'sma yasash iqtidorini yetildirish uchun mashq qilsa, biz to'sma yasashni o'rganyapmiz. Uqdingmi? Nemishqa? Men uqmayman. U shundoq dedi. Opik! Sababi shu, biz musha ish uchun o'latirishimiz qarmay ishlab, yo'g'on daraxtlar tashlanib yotgan bo'lsak, suvda tunchiqib o'lishimiz mumkin, serjant. Sizlar birdan bo'lsa-mi tez tursanglar-chi? Birdan bo'lsa-mi patak. Mushundaq ishlab qachon tugutsa, tez ishla. Bu yoqqa kelinglar. Qaytib sizinglar. Qaytidin? Bu qandaq bo'g'ini? Biz o'lishda to'p qoldik, tunchiqib o'ladigan bo'ldik. Suvda tunchiqib o'lsak, qiynalmayli u dunyoga ketamiz. Bu tik yerdan tushib o'lganda yoki hayvonlarga yem bo'lganda yaxshi. Provik! Sizlar ishni tugatdinglarmi? Nima degan qilaymiqan? Sizlar zodi nima qilyapsizlar? Biz mushtabni to'sma yasayapmiz, Opik. Biz sening dining bo'yicha ish qilyapmiz. Undaq emasmi-ya? Bo'lmabdi. Qaytidin deydi. Bizni mushundaq ishlatayverishdan o'miz erkib, boshqacha plan ko'zitishi mumkin. Ularni qiqirib faqat bo'lmabdi. Qaranglar. Mening planim qoldi. Bu mening mukammal kashfiyotim. Nimishqa sizlarda kalvalarga ishlatilib bergandilar. Meni kashfiyotimni isrof Seni cazalisi bo'ladi, Provik. Seni turibga tashlash kerak. Seni yomon skeletining davlat tavalligidan haydamasi bo'ladi. Hech bo'lmaganda san'at darajasini tushirish jazosini berish kerak. Opik! Seni chaqiryapti, Opik. Provik! Komandaga diqqat qilinglar. Ber, ikki. Shu chaqda yaxshi tush mamlakatida Lofus bilan Amberlik shisha yasayotardi. Xushbo'y quyosh nurini shishaga tushiryapti. Nur tushirgich aynakdan bulug'ini to'g'irla. Poter, yordamlashgin. Poter kishilarga xushonlik bilan yordam berdi. Quyoshning nurini yana ozroqli kuchaysanlar bo'ldi. Rahmat Poter, endi yenib tushgan, yetadi. Quyosh nuriga biz sal qaramasligimiz kerak. Kishilar hargiz yomon tush ko'radigan bo'lib qolmasin. Lafaz sen buni buzib qo'yding. Lekin men ozroqmi kuchimidim. Men noyta avaylab ish qildim. Kechirgin. Kechirim so'rama, Lofus. Shishsi bak nozik, oson cheqiladi. Shundaq. Qarang, bu shishining tegi bak nipizgan. Lafaz, buningga qara. Bir nima tegibli kassa, chiqilg'idak. Unutib qolmagan. O'rmon odamlari hep bundoq shishilarni aynakdan yasamay, o'zdirib o'stirgan daraxtlarning mevasidan yasaydi. Bel momamdan yana ozroq olamdiq ya. O'rmon odamlari har qanday chog'da hosil oladi, ammo bundoq daraxtlar bak churuk, oson sunadi. Shunga oldirmaslik kerak. Biroq biz perdadan tepib so'zlashsak bo'ladi. Oqsoqol yeshil yo'pirmoqni chaqiradi. Oqsoqol, yaxshimisiz, nemish? Hozir tush yeshillari qandoqroq o'syotidi perdet. Men yetkizib bo'lolmayapman. Tush yeshillari tushdimi, tushmadi? Men bilmayman, berib baxmadim. Bugun tushdan keyin siz men bilan birga aynib kelishga vaqt chiqara olamsiz. Noyta obdan gap qildingiz. Eliqi ikki shokichlikni og'ash keling. Bo'ldi, xo'sh emisa? Xo'sh. Sen ilgari menga deganding, Opik. Yangi kashfiyotimni aytib tezlik bitdi deb. Lekin hozirgacha hech qanday xabar yo'q-ku. Tayyor bo'ldi alilari. Sizlar cho'qim yoqtirib qolinglar alilari. O yomon tush odamlarning eng yangi, eng yuqori fan texnikasiga vakillik qiladi. O qaltis kashfiyot, qaltis. Uni epkal, Opik.
Xo'p, alileri, sizlar qo'rqmisizlar alileri? Bu qo'rqinchli narsa. Alileri, bu narsa o'rmon odamlarining suv manbaini uzib qolmay, ya'ni ularning dal-daraxtlarini vayron qilib etadi. Bu narsaning ismi to'karlik chashqon. Bu nima? Kim bilsin bu narsani? To'karlik chashqon degan mana shu. Buning to'liq ismi So'qurqda yashaydigan to'karlik chashqon. Bu odamlarni hayron qoldiradigan kashfiyot. U dal-daraxtlarni har daydo. Sizlarga uning hunarini ko'z qo'yay. U nimishqa to'karlik chashqanni baqidi? Nimishqa boshqalarga o'xshash oltin bilan baqmaydi? Sen nima deding Opik? Sen buni To'karlik chashqon, to'karlik bu narsa dal-daraxtlarni ardab, daryoni to'sib ularning suv manbaini uzitamdi. Alileri, nayda obdan tahlil qildilar, obdan gap qildilar. Nima degan joyida ketgan qarasizlar? Menimcha g'alba qilishimiz mumkin. G'alba, albatta g'alba qilamizda. Bu narsani opirib, ular qanday ishlatadiganini ko'rsatib qo'y. Ondan menga ma'lum qil. Xo'p, alileri, hozirla bejiraman. Alileri. Bizga yaqin kelmasin boshliq. Kontrolligini yo'qotgan o'xshaydi serjant. Jim turinglar, midirlamanglar. Diqqat, sizlar uning xo'jayinining kimligini aniq farqlantira oladiganligini ko'rsizlar. Bu yerning xo'jayini kim? Bu yerning xo'jayini kim deyman? Chiqib ket Brovik. Xo'p, alileri. Ver, chiki. Biz yana aptab qisalayli. Tushdan keyin uzayli, Endi bo'ldi. Biz shishini darhol almashtirishimiz kerak. Biz yordamlashandiq Ferdik. Rost, mushundoq qilsak tezli tugutimiz. Gapinglarni rad qilamoqdakman. Tushdan vaqtdan keyin kelinglar. Bek yaxshi bo'ldi. Sizga ko'p rahmat Ferdik. Ko'rishayli. Xo'shamisiz? Xo'sh. Kelinglar. Men bu jinurg'a yerda sizlarni saqlab umr bo'yi turam demana. O'zing ko'rib turibsan, Opik. Biz oz tishlimidik. Hargiz oz tishlimidik. Bu yo'l baxatarlikka tayinib qolgan bo'lish kerak. Vaqt o'tdi. Sen nimishqa tanini eski tömürüge bağlap qo'ysan, Opik. Eski tömür. Sen de kalıp ekansan. Bu su az gemisi. Tağdırıcı bu silah uçuratkan en yaxşı layihəlengen en mükemmel su az gemisi. Qani hammanlar tushinglar. Unchula vaqirmisan bo'ladi, Opik. Hozirni tushimiz emas. Sizlar to'karlik chashqanni unutib qolmanglar. U kalavalar. Tez qaytgan. Yo'q, Opik. Sen bunda qo'pollik qilmay, men o'xshash adabli bo'g'in. Nima? Adab? Uning qo'l ostida yana bir odam ko'paydigan bo'ldi. Bu yoqqa kel. Men Brovik. Qaranglar, bu bek oddiy Opik. Sen muomalani yaxshilsan bo'ladi. Yo'q, Brovik tez yo'q. Sizlar bu kichikkina hayvonga muomala qilganda, men o'xshash tahqir qilsanglar bo'ladi. Shundoq serjant. Biz cho'qim g'alaba qilamiz, serjant. Bu maxfiy loyiha, Brovik. Sen turibsan. Bu mashina avtomatik aylanadi. Sur'atini avtomatik tashlaydi. Uchirmoqchi bo'lsang, uchiradigan knopkani bossan. To'xtatmoqchi bo'lsang, to'xtatadigan knopkani bossan. Sizlar buni obdan tushunib olinglar.
Agar to'karlik chashqan tuyuqsiz yo'g'on odam bilan uchrashib qolgandek bo'lsa, biz unaga madad beramiz. Cho'qim g'alaba qildiganga ishonch turg'izishga yordamlashamiz. Shuningda u qarshi tarafni yengamiz. Qara, u nima degan kulkilik? O tokarlik chashqan amraqliq kelib, sarang'ulay debdi. Uning bilan xo'sh qilmagan chog'da haq qora qilib beraydi-da. Shishini tayyorlab bo'ldingmi? Tayyor bo'ldi. Ko'pchilik yaxshi tush ko'rsin. Agar shish yetmas qanday qilamiz? Andaqda hech ish qilmag'idakmiz, Amberli. Agar shundoq bo'ladigan bo'lsa, yomon tush qo'g'lib o'tamaymiz. Chunki yaxshi tush taqdamaymiz-da. Bo'ldi, ishimizni qilaylik. Birodarlar, quruqlik chiqdiq. Bundan keyin Opek bundaq mashinani kashf qilmasa bo'ladi-ku. Men Mumkin emas. Bu uning havisi. Bo'lmas uningga ish yo'q bo'lib qoladi. Obdan qaranglar, birodarlar. Men avval to'karlik chashqanni sinab baqay. bu narsa daraxtlarni ardab o'riydi ekan. Mushu narsa. Daraxtlarni kesib daryoni to'sish, daraxt bilan daryoni to'sish. Bu nima degan obdan plan, ha? Qaltis oldi. Mushuna qilsaqmi qaytib ketaman-da. Bu to'karlik chashqan umumiy planning bir qismi. Hozirgi ahvoldan qaraganda tafsili loyiha mono og'iz pechatlangan lipapning ichida. Amsi nimishqa ishini echib ko'rib baxmaysiz, serjant. Aha. Shissi. Qaranglar. Bu yerlarda suv yo'qkan, daryo qurib ketibdi. Agar bir narsa soatgacha suv manbasi asli kelmasa, hamma narsa qurib ketadi. Bu shishilardan ayrilib qolmayli, Ferdet. Biz texi buningdan jiq shishiga muhtoj. Bo'ladi. Biz texmi egizrak kuchib, nima ishlar bo'lganligini ko'rib baqayli. Diqqat qilinglar. Men maxfiy loyihani o'qiyman. Siningchilik yeshil ablaqlar o'zlarining daryosi suvning qurib ketganligiga diqqat qiladimi? Ha? Albatta diqqat qiladi. Ular bizni o'ltagili keladi. Minglagan, 10 minglagan odamlar qo'llariga qo'rqinchli qurollarni elib yetib kelishi mumkin. Yana tiqi ular. Gapimay jim turinglar. Maxfiy loyihada sizlar ishkinglarning suv kemasiga tushib, ko'lning tegi bilan Tushboyning uyiga borganliginglar. Ular suvni akilish uchun oldirayotgan chog'da sizlarning fursatdan foydalanib, tushdeshini o'g'irlab chiqadiganliginglar bayon qilingan. Bu xaritani elib olinglar. Men mashhadi qilib, to'sma qaraydiganman. Shu narsani qishig'laramda. Qadamlab marsh. 1 2 3 4 1 2 3 4. Hech qanday narsani bayqamadik. Nimani izlayotganimizni o'zimizmi bilmayapsak.
Bu narsa birdan yuqoriga o'rlab, birdan tövanga tushib, ajab jilimga tegdi. Opik mushundaq ishni biroq chig'i. U doim mushundaq qiladi. U bizdan yana nima qil debdi? O bizni tushishini o'g'irlab kelinglar debdi. To'g'ri, amsi mang'ayli. Qaranglar, oyoqqa qaranglar. To'smi barkan, suvni butunlay to'sib Ko'pchilik uduqmanglar. Yaraysan to'karlik chashqon. Yaxshi qilding. Ular yana to'sib oldi. Mushunda qilib nima foydala? Bu shumtaklar bak yomon bo'lib ketibdi. Ular dushman bo'lishi mumkin. Demakchimanki, ular boshqa odamlar emas, shundaqmi? Shundoq. Faqat sodaratlar bizning shishlarimizni vayron qilishni orzu qiladi. Chunki bu shishlar bo'lmaydigan bo'lsa, biz ularning yomon tushini to'sib olmaymiz. Yo'qsa ularga yetishib olaylik. Bu ya haqiqatan obdan kel. Hamma ishni qilib o'qidik ha. Go'har. Og'zini ochaylik, anda kiraylik. Yaraysan to'karlik chashqon. Rolonni to'liq joriy qildir. Suvni yana to'sib oldi. Daraxt qonmabdi emasmi? Onun ko'ranglab ketganini, daraxtning hammasini kesib yutibdi. Sen nihayet obdan hamkorlashding. Serjant, Birovik bilan to'karlik chashqon bir-biriga obdan amra oldi. Sizlarning tushishni epkagininglarga ishinaman, lekin men to'karlik chashqon bilan Serjant, ayta, nima ish oldi? serjant, endi biz nima ish qilamiz? Ha? Biz o'rmonda har tarafga chipib yurgan vaqtimizda bu dushmanlar bo'lsa bizning tushishimizni o'g'irlab ketibdi. Bo'ldi. Ikkinglar ruhinglarni tushirmanglar. Qaranglar. Sizlarchi men ulardan mudofaa ko'mamdim. Men sizlarga eng ilg'or sual kelimasi bilan to'karlik chashqon bergan bo'lsam-mu, sizlar yana yaxshi tush ko'rsatgan shu tashni o'g'irlab kelamabsizlar. Sizlar haqiqatanmi kag'i kelmaydigan naqiblar ekansizlar. Birovik, sen kalva! Taze bir laqva bir nima ekansan. Birovik, kalva! Bechora Opikning men uning so'zalishini umid qilaman. Onun mushundaq kuniga tushib qoladigan vaqti bo'ladi ekan.